Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga aynan patent haqida muhim xabar bo'ladi. Bu juda ham foydali va Rossiyadagi tanishlaringizga ushbu xabarni jo'natib qo'yishni unutmang. Bo'lmasa bir dona like tugmasini bosib qo'ying, kech bo'lmasdan ushbu xabarni ko'rishsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Rossiyada patent ololmasligingizga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan faktlarni keltirib o'tdik. Ularning hammasini hozir ko'rib o'tasiz. Qanday holatlarda patent berish rad etilishi mumkin? Soxta hujjatlar taqdim etilgan bo'lsa, ya'ni sotib olingan sertifikat, soxta migrant kartasi, qalbaki registratsiya va hokazo. Avvalgi patent annulirvan bo'lgan va unga 1 yil to'lmagan bo'lsa. Medosмотр natijasida sizda xavfli kasallik aniqlangan bo'lsa. Oxirgi 1 yil davomida 2 yoki undan ko'p marotaba shtraf olgan bo'lsangiz. Avvalgi patent uchun трудовой договор va уведомление topshirilmagan bo'lsa. Sizda jinoiy ish bo'yicha sudlanganlik holati bo'lsa. Sizga nisbatan sudning выдворение haqida qarori chiqqan bo'lsa. Sizga zapret urilgan yoki zapret qo'yilish arafasida bo'lsangiz, bu haqida bazadan maxsus signal bo'ladi va shu sababli отказ beriladi.